Yakkasaroy tumanining yuragida joylashgan 3 xonali hamyonbop Novostroykamiz o'rtoqli joyiga ahamiyat beramiz. Birinchi notariusi katta chorraqasi Piramid Tower ko'rinib turibdi. Golden House Paris Saint-Germain ro'parasi Жилой kompleks Madriddan o'rtoqlar endi uy ichini obzorini ko'ramiz. Har bir inson mana shunaqa chiroyli va shinam uyda yashashga haqli deb o'ylayman. Bu uyimiz 3 xonali studiya versiyadagi holat. Ko'ryapsizlar, o'rtoqlar uyi juda ham chiroyli did bilan remont qilingan holatligi. Bu tomonimizda ayollarimizni, opa-singillarimizning yaxshi ko'rgan xonasi, ya'ni kuxnyasi. Ko'ryapsizlar, bu yerda ham hamma sharoitli qilib qo'yilgan, 6 kishilik stol-stulgacha qo'yilgan, konditsionerlargacha bor. Ahamiyat beradigan joylar, kalyonli oynali, suriladigan eshiklargacha qilib qo'yilgan. Ovqat qilganingizda hid ichkariga urmasligi uchun. Bu tomonda esa spalnya xonamiz bo'ladi. Ko'ryapsizlar, hamma sharoit bor. Ayollarimizdan alohida o'tirib, grim qilib o'tirishligi uchun ham sharoit qilib qo'yilgan. Yaxshi tomon bu yoqda balkon bor, katta ko'chaga qarab turgan balkon. Bu yoqda esa общий sanuzelimiz bo'ladi. Sanuzelimiz ham mana shunaqa katta va kengini ko'ryapsizlar, juda ham chiroyli tarzda qilingan. Podyezddan kiraverish qismi bu yoqda ham shkoflargacha yasatilgan. Xullas qolganini kelganda o'zingizlar ham ko'rib guvohi bo'lasizlar. Bu yoqda bolajonlarni yotoqxonasi 3 kishilik kravatgacha qo'yilgan, shkof dars qilib o'tirishligi uchun partalargacha qilib qo'yilgan. Eng qiziq joyi, narxiga keladigan bo'lsa, $150 ming so'rovimizni ozroqgina kelishtirib baraka qilinadigan joyi bor. Bu joyimizda Yakkasaroyda juda ham yaxshi joyda joylashgan 3 xonali 9 qavatli Novostroykani 9-qavatida kadastr bo'yicha 83 kvadrat. Narxini ham aytib o'tdim, o'rtoqlar. Bunaqa imkoniyatni qo'ldan boy bermaysizlar degan umiddaman. Uy-joy sitiga obuna bo'lib qo'ysangiz, mana shunaqa chiroyli va shinam uylarni o'tkazib olmaysiz. Uy-joy siti bilan oson va qulay.